Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşіңizlərni qızğın qarşı alırıq. Төәндә тәфсилий мәзмунны диqqətinizə sunumuz. Tajavuzchi Xitoyning bexatarlik katibashi atalmish Şinjanda terrorlik bilan kurash qilishning normallashishi kerakligini aytgan. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasining 27 may kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning yuqori darajalik bexatarlik katibashi, mamlakatlik siyosiy byuroning a'zosi, Markaziy siyosiy va qonun ishlari komitetining kotibi Chen Wenjing uzun yillardan beri davomlashib kelayotgan Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga qaratilgan atalmish oshqunlikqa, terrorlikqa qarshi turish harakatini normallashtirishga chaqirgan. Xinhua agentligining yakshanba kuni xabar qilishicha, Chen chorshanba kunidan yakshanba kunigacha atalmish Şinjanni ziyorat qilganda, doiralar qonun bo'yicha terrorlik jinoyatiga zarba berish va terrorlikqa qarshi turishni ilgari surishda ching turish kerak degan. O yerlik doiralarni atalmish ijtimoiy muqimlikni har vaqt qo'g'lashga va atalmish zo'ravon terrorlik jinoyatining oldini olish va yo'qotishga chaqirgan. Dokladda aytilishicha, u Qo'rg'osni va Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisining chegara bexatarligini qo'g'dashga chaqirgan. Atalmish Şinjan hukumati 1-oydagi yillik xizmat dokladida bu rayonning jamiyat muqimligini qo'g'dashda qat'iy pozitsiya saqlaydiganligini ta'kidlagan. Doklad atalmish Şinjanda 2017-yili yo'lga qo'yilgan va 2018-yili tuzatish kirgizilgan binormal saqal qo'yish va cho'mbal taqash qatorliq katibachilar tarafidan oshqun deb qaralgan harakatlarni tartibga solishni gavdlantirgan. Yaqinqi yillardan buyon atalmish Şinjan hukumati iqtisodiy taraqqiyotni tashviq qilish va sayohatga taklif qilish qatorliq usullarni qo'llanish orqali atalmish Şinjanning obrazini yaxshilashga uringan. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga qarta xalqaro jamiyatni Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda yurgizayotgan sistemlik irqiy qirg'inchilik va mustamlaka qilmishiga xotim berishga chaqirib 29 may kuni axborot e'lon qildi. Axborotda Xitoyning yuqori darajalik bexatarlik mas'uli Chen Wenjingning yaqinqi bayonotida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini davomlashtirishda bo'shashmaslik va'dasi gavdalantirildi. Chen Wenjing oldingi hafta Beijing Şinjan deb nom qo'ygan Sharq Turkistonni ziyorat qildi. Bu jarayonda u Xitoy katibachlarini ijtimoiy muqimlikni oldingi o'ringa qo'yishga va terrorlikqa qarshi turish harakatini normallashtirishga chaqirdi. Bu Beijingning irqiy qirg'inchilik siyosatining kishini cho'chitadigan davomining signalidan iborat. 2014-yildan boshlab Xitoy terrorlikqa qarshi turish degan nom bilan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qarata sistemlik irqiy qirg'inchilik olib bordi. Milyonlab kishilar jazo lagerlariga qamaldi, uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi, qul emgakiga selindi, ularning kultur va diniy kimligi tortib olindi. Undan boshqa 1 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat egiligidagi o'rinlarga o'rinlashtirilib, sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirildi. Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa turk kulturi va madaniyatining barliq taraflarini ibtidoiy va qaloq deb tasvirlab yo'qotishni va xitoylashtirishni nishon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi Dr. Mamit bin Ali apandi millionlagan kishilar Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining tasavvur qilg'isiz azob-uqubatlariga chidab turayotganda, bizmi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni texmi kechiktirishga bardoshlik bera olmaymiz. Dunyo jamoatchiligi cho'qim Xitoy katibachlarining mas'uliyatini surishtirish uchun hal qilg'uch harakat qilishi va bu uzun muddatlik mustamlakachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirish kerak dedi. 1949-yili 10-oyning 12-kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonga besib kirib, 1949-yili 12-oyning 22-kuni mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashladi. Shuningdek, Xitoy bu davlatni mustamlaka va ishg'ol qilib olib, xalqini o'zlarining asosiy siyosiy va kishilik huquqidan mahrum qildi. Chen Wenjingning 20-asrning boshida e'lon qilingan ikki mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy poytaxti bo'lgan Qashqar va G'uljini ziyorat qilishdagi maqsadi Xitoyning ijtimoiy muqimlik va terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olishdan iborat. Sharq Turkiston surgundi hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro jinoiy ishlar sudi va kishilik huquq shundoqla o'z taqdirini o'zi belgilashni ilgari suradigan barliq davlatlarni irqiy qirg'inchilikqa mas'ul Xitoy katibachlariga umumyuzlik jazo yurgizishga, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga qarata tekshirishni boshlatishga, Xi Jinping va Chen Wenjing qatorliq Xitoy katibachlari haqida da'vo turg'izishga chaqirdi.
Sharq Turkiston sürgündü hökuməti xalqara cəmiyyətni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının irqiy qırğınçılıq əhdnamasını yanılab və qoğdaş məsuliyyətinin təlimatına əməl qilishqa çağırdı. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Xitayning Sharq Turkistonni mustamlaka qilib olishi və işğaliyətdəki məsələni hal qilishning zөрürlükini ta'kidlab, Sharq Turkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tashabbus qiladi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyer əpəndi ta'kidlab, xalqaro sud cho'qim Xitoy katibaşlarının irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati ustidan tekshirish elib berishi va ayblashi kerak. Hökumətlər və xalqaralıq organlar aciz ommani qo'g'dash mas'uliyatini ado qilib, qayta takrorlanmasin degan va'dasini konkret harakatga aylantirish kerak dedi. Amerika hökuməti və 10 neçə dövlətning parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari 2022 yil oktyabrda doklad e'lon qilib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turishini suiiste'mol qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqiga qarata insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini tanqid qildi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti xalqaralıq organlar və dövlətlər bilan hamkorlashib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga har vaqt qarshi turdi. Sharq Turkiston xalqi bu zulmatlik davrda dunyodan adolat va madad tilaydi deyildi. Hindiston bayoni xabar to'rining 27 may kunidagi xabarida Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Amerika Kengash palatasini Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullab, Amerika Tashqi ishlar ministerligida Uyg'ur masalasi uchun maxsus moslashtiruvchi ta'sis qilishni talab qildi. Sharq Turkiston xalqi 1997 yildan boshlab mushundaq bir tutumni qo'g'lashib, Amerikaning siyosatida Tibet bilan o'xshashlikni talab qilmoqda. 2024 yili 2 oyning 20 kuni Sharq Turkiston sürgündü hökuməti muajiratdagi 60 dan ortiq tashkilotga rahbarlik qilib, qurultayga birlashma xat sunib, Sharq Turkistonni Xitoyning mustamlikasiga uchragan, ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilgan Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullashni talab qildi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyer, biz Amerika Kengash palatasining tez və keskin harakat qilishini talab qilamiz. Uyg'ur siyosati qonuni faqat bir qonunla emas. U Xitoyning Sharq Turkistondagi rəhimsiz ishg'oliyati ostida azob uqubat chekayotgan millionlagan kishilarning hayotlik yo'li dedi. Amerika Kengash palatasining Tibetni hal qilish qonunini yaqinda ma'qullashi Sharq Turkiston bilan Tibet xalqiga umid ato qildi. Amerikaning siyosatida uning Sharq Turkiston bilan Tibetga tutgan pozitsiyasi o'rtasida aniq mos kelmaslik mavjud. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Uyg'ur siyosati qonunining ma'qullanishiga qo'shib, Tibet hal qilish qonuniga o'xshash Sharq Turkiston hal qilish qonun loyihasini tezdan o'ttirg'a qo'yish va ma'qullashni talab qildi. Bu xil qonun Amerikaning Sharq Turkistondagi insoniy krizisning tub sabablarini hal qilish va'dasini kuchaytirib, Sharq Turkiston xalqining adolat va tashqi o'z taqdirini o'zi belgilashni qo'llaydi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti yana Amerika hökumətini Xitoy hökuməti və Xitoy Kompartiyası tarqatgan Sharq Turkiston haqidagi xato tashviqotlarga qarshi turishga chaqirdi. Bu Sharq Turkiston haqidagi Xitoyning tarixiy bayonlarini tuzitish, Xitoy qo'yib bergan Xinjiang degan nomni qo'llanmay, Sharq Turkiston degan nomni qo'llanishni o'z ichiga oladi. Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababini hal qilishning ta'xirsizligiga sal qarashqa bo'lmaydi. Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyati bu krizisning yadrosi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Amerika parlamentini Amerikaning Tibetga qaratgan siyosatiga o'xshash Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat salohiyatini e'tirof qiladigan qarorni o'ttirg'a qo'yishi va ma'qullashini talab qildi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətining Cumhur raisi doktor Mamtunala apandi Amerika parlamenti xalqaro jamiyatni adolat, kishilik huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashga yetaklaydigan tarixiy fursatga ega bo'lib, Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullab, Sharq Turkistonning qiyinchiligini tunib yetish orqali davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tugatishga yordam bera oladi hamda asr davlatlar qonuniga o'xshash Amerikaning hozirgi siyosatiga asosan bizning erkinlik va o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash tirishchanliklarimizni qo'llaydi dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti yanala Sharq Turkiston xalqining huquqi va erkinligini qo'g'dashni tashabbus qiladi. Sharq Turkiston xalqining ovozini anglatishni, xalqarалық sahnalarda ularning qiyinchiligining hal qilinishi uchun haramay talmay ishlashni davomlashtiradi deyildi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin Amerika Kengash palatasidan Uyg'ur siyosati qonunining ma'qullanishini talab qilib e'lon qilgan axborotni
Chanakya Forum xabar to'rida 27 may kuni tafsiliy xabar qilindi. Shvetsiya Uyg'ur komiteti 2024 yili 18 may kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahridagi Tashqi ishlar ministrligi binosining oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishga Shvetsiya Uyg'ur komiteti a'zolari va Sharq Turkiston surgunda hukumatining Shvetsiyadagi millat vakillari qatnashdi. Namoyishda axborot e'lon qilinib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyingi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa la'natlandi. Xalqaro jamiyatdan Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishining tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi va mustamlaka qilib olish qilmishini oxirlashtirish uchun jiddiy amaliy harakatga o'tishi talab qilindi. We appeal to the international community to impose sanctions and hold the Chinese government accountable for the human rights abuses committed against the people of East Turkestan. Cumhuriyet milliy mafkurasidan termilar. Mamlakatning rahbarlari kallani silkishi kerak. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Har qavm va millatda xalqni hayotlik va saodat yo'liga boshlag'uchi rahbarlar qatlami bo'ladi. Hayotlik sahnasida odamlar to'pi yo'l boshchisiz hech bir harakatlarda maqsad murodiga yetgan emas. Dunyo tarixida insonlarning ibtidoiy nashvat, ya'ni dastlabki yetilish davridan toki hozirga qadar yer yuzining har bir bulung pushqoqlarida naytimi ustun martabalik rahnamolar, yo'lboshchilar, rahbarlar bo'lgan. Ular insonlarning dunyo va oxiratlik saodat iqboliga yo'l ko'rsatib, ularning ordusi qo'shiniga qo'mondonlik qilib kelgan. Hali ham bashariyat olamida, ya'ni insoniyat dunyosida cho'ng daylar o'zining vatani va millatining baxt saodatiga rahnamolik qilib, el yurti uchun katta xizmatlarni qilib kelmoqda. Payg'ambarani kiromilar, ya'ni hurmatga sazovor payg'ambarlar, hukamai kamilinilar, ya'ni kamolatlik donishmandlar, ulamai rasixinilar, ya'ni puxta ilm bilan qurollangan olim ulamolar, shundaqla ulug'vor ruhliq mard azmatlarning insoniyat dunyosida ko'rsatgan fidokorona xizmatlarining natija samaralari oshkora o'rtada. Ularning sha'ni shavkatlik nom atiqi tarix bo'yicha taqdis va ta'zim qilinib, qutlanib va ulug'lanib turmoqda. Avvalgi mustabid hukumat Sharq Turkistonni har tarafdan ezib, xalqni inson sifatida yashash haqqidan mahrum qilib qo'ygan edi. Osh tuzini yeb, rahat-farog'at ichida davlat surib kelayotgan yurt bo'lgandikin, bir qadar keng qo'soqlik qilib, isloh va amr qilishga, taraqqiy topqizishga ko'ngil bo'lmakda yo'q. Butkul maqsad muddaosi zulm, zo'mbuliq va jaholat bilan xalqning qo'lidagi narsalarni tortib olib, o'z xurjunlarini to'ldirishlar bo'lgan edi. Shaxsiy g'arazlari to'sqinlikqa uchramasin deb, goh zulm va azob uqubat selish bilan, goh oraga hiyla-mikr selish bilan millatimizning beshini qaydirib, bo'linish paydo qilib, parishonlikqa cho'mdirgan va har kimni o'zining shaxsiy ish ahvoli bilan ovora bo'lishga majbur qilib qo'ygan edi. Qayerda o'z millatining oz-ko'p g'amini yeb, yurtning hol-ahvolining yaxshilanishi uchun harakat qilishni o'ylagan biror guruhning xabari bo'lib qolsa, shu aman ularni bir amallarni qilib mahv etmek, ya'ni yo'q qilmoq uchun ko'shish qilib, ya'ni urinib mamlakatni boshsiz, rahbarsiz qoldirib, shaxsiy g'arazlariga yetishni kafolatlantirmoqchi bo'lishdi. Buncha qora niyatlik urinishlar bo'lishiga qaramay, bu umidvor millat orasida fitriy iste'dodli rahnamolar, ya'ni tug'ma talantga ega liderlar yo'qolmay keldi. Keyingi kunlarda g'ayrat va himmat egalari bo'lgan mard azmatlar o'tirg'i chiqib, yurtni zulm xatiridan qutqizdi. Kashg'arni ilib aytsak, avvalgi chog'larda yaxshi ulamo va kubaralar, ya'ni yurt kattalari zalim jangchilarning antariqalari, ya'ni parda orqasi o'yinlaridan urkib, milliy iste'dod va ilmiy kuchlarini ishga solib, millatga xizmat qilishga yetarlik himmat qilolmay qolgan bo'lsa-mu, mana hozir fazilatlik ilmini, himmatni oliya, ya'ni ulug'vor irodalarini Alloh rizosi uchun navbatdagi muhim paytlarda umumiy mamlakatning foydasi va saodati uchun sarf qilishga Alloh nasib qilsa, katta xizmatlarni ishga oshirishga tayyor turishmoqda. Oltishar inqilobi boshlangandan tortib, Xotan, Oqsu, Kucha, Yarkent viloyatlarida amniyat qaror tepib, tinchlik bo'ldi.
5-6 aydan beri Kashgarda sho'rish to'polonlar besiqmay, yurt izchil xatar ostida, iztirob ichida parokandachilikka to'lib, jidal g'avg'olar tugmay, umumiy xalqimizning holi parishon, mamlakat tahlikada bo'lib qoldi. Janobi Haqning irodasi qandoq, hikmati nimadu, biz buni idrok qila olmaymiz. Allohning kitobi Qur'oni hikimda, ya'ni hikmatli Qur'onda musulmonlarning bir-biriga rahim shafqatlik, keng qusoq bo'lib, ittifoqlikni to'liq amalga oshirib, o'rtaq harakat qilish uchun hukm qarorlar deyilgan edi. Hozirgidek muhim kunlarda Janobi Haqning bizga ihson qilgan ixtiyoru izzati milliyalarini, ya'ni milliy qadriyat va go'zal axloq fazilatlarini loyiqida o'rindab, bir-birimizga mushfiq, ya'ni marhamatlik, mehribon bo'lishib, mamlakatga barcha ahli islom, ya'ni barcha xalq birlikda chin samimiyati bilan umumiy yurtning ahvolining yaxshilanishi uchun qo'lni qo'lga tutishib, qarindoshlik tuyg'usi bilan ish qilmasdan, hozirgidek to'limu nozik vaqtlarda ba'zilari askar bo'ldim, g'ozi bo'ldim deb o'zining musulmon birodarlariga zulm va zo'rliq ishlatib, noto'g'ri harakatlarni qilmoqda. Söhbət, ya'ni sifatiga loyiq ish qilish va g'ayrat ko'rsatish kerak bo'lgan yerlarda qechib turib olib, ahmoqchilikni ko'rsatishmoqda. Boshqa sohalardagilarmi bir-biriga husumat saqlab, ixtiloflashib, arzimas bir ishlar uchun bir-biriga zahmat va aziyatlarni yetkazishga urinishmoqda. Burunqi ko'na adovat va shaxsiy g'arazlarini deb o'z millat va qarindoshlariga badxuvohlik, ya'ni askilik qilishga urinmoqda. Bu nima degan behudichilik? Umumiy mamlakat shundoq bir mushkul ig'ir ahvolni boshdan kechirib turayotgan bir paytda ushaq-tushak shaxsiy ishlarni deb hammaning taqdiriga munosabatlik muhim ishlardan g'ofil va parvosiz turib olish yurt vatan uchun qanchalik tahlikali ekanligi, qanchalik cho'ng ishlarga ta'sir ko'rsatganligi ko'rinib turmamdi. Buning uchun yurtimizning barcha ulamo va kubaralariga, diyonatlik, aql va dirobat, ya'ni fan-farosat sohiblariga shundoq iltijo qilamizki, navbatdagi vaziyatning muhimligini tushunib, oqibatni o'ylagan holda barchamiz o'zimizning shaxsiy ishlarini bir yoqqa qayirib turib, har kun va har soat bir joyga to'planib, yurt vatanning ahvoli borasida kengash va mashavarlar, ya'ni maslahatlar qilib, mamlakatning yaxshilanishi, bexatarligi xususiga jiddiy ma'noda hamdard bo'lsak, qo'ldan kelganligi tirishchanliklarni aymasak, yurt vatanning ahvoli borasida kengash va mashvaralar, ya'ni maslahatlar qilib, mamlakatning yaxshilanishi, bexatarligi xususiga jiddiy ma'noda hamdard bo'lsak, qo'ldan kelganligi tirishchanliklarni aymasak. Zamon qil ustida, xalq tingirqashda. Shuning uchun har qaysi yurtlardagi ilm va fazilat arboblarining aql sohiblari, shundaqla nupuz va kuch egalari bo'lgan zavoti kiramilarning, hurmatli janoblarning barcha mamlakatga rahbarlik va xayrixohlik qilishi, ko'ngli ko'ksini keng tutishi, kecha-kunduz fikr muzokara faoliyatida bo'lishi to'liq zarur va farz ayni bo'lib qoldi. Xalq bundoq parishon turayotgan, alamzada, ya'ni dard chekayotgan, ko'ngli siyoh, ya'ni baxtsiz qolgan, bir tarafda bo'lsa urush, g'ovg'a, majralar ulg'ayotgan bu holatda ko'zimizni yo'g'on ochmasak, aqlimizni komilan maydonga qo'yib, hamma birlikda o'zining aqlini to'liq ishga solib turib ish qilmasak, hammamizning tang xatarga yo'liqishi, tahlikada qilishi turg'anla gap. Qisqasi janoblar, uyg'onish kerak. Manba Sharq Turkiston hayoti gazeti 10-son. 1933 yili 23 oktyabr. Kashgar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.